Xo'p, Oybo'jon aka, rostdan bizning bizga obuna bo'lgan kuzatuvchilarimiz 25 milliongacha chegirma qilib berasizmi rostdan? Chegirma qilib beramiz, bexijolat. Gapingizga javob. Yo'q, murojaat qilsa bo'laveradi. Gap yo'q. Invertordan, gibrid invertorda originali 2,5-3 barobar Qimmatroq. tan narxidan 3 barobarga qimmat bo'ladi. 5% kompensatsiyaga, ya'ni foizdan 5% kamroq to'laydigan qilib kompensatsiya olish masalasida yordam beramiz. Bir yilda jami umumiy daromad 70 ming, 75 ming kilovat chiqarib beradi o'rtacha bir yilda. Bu degani 1000 so'mdan sotsangiz 70 million, 75 million pul degani. Pul to'lanish masalasida hech qanaqa kafolat olmaymiz. Sababi bu bo'yicha davlat o'zining siyosati. Xolasa bizda analizlar bor, kelsa Realniy holatdagi, misol demak aytdi, bu 100 ta stansiyamiz bor kamida. Shu stansiyamizni analizlarini ko'rsatamiz. Pulga qo'ysa 2,5 yil, 3 yilda o'zining pulini qoplab beradi. 2,5-3 yilda o'zini qoplaydi. Agar kredit hisobidan qo'ysa, davlat tomonidan 1000 so'mdan subsidiya berilgandi. Hozir ham davom etyapti adashmasam. O'sha 1 yil 2 yil yo'qolib qolsa nima qilinadi? O'tgan oyda misol bir 10 kunlik kechikish bo'ldi. Obuna bo'lib qo'ying va videoni oxirigacha ko'ring. 25 millionlik chegirmaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Bugungi obzorimiz Farg'ona, nafaqat Farg'ona, balki vodiy bo'yicha eng ko'p va sifatli xizmat ko'rsatayotgan quyosh paneli bo'yicha ekspert Oybo'jon Akbarov, ya'ni Solar Pro kompaniyasining asoschisi bilan bo'lib o'tadi. Ushbu quyosh panellari bo'yicha noldan qaysi turlari yaxshi, narxlari bo'yicha batafsil ushbu videorolikda bilib olishingiz mumkin. Albatta videoni oxirigacha ko'rsangiz, maxsus 25 millionlik chegirmaga ham ega bo'lishingiz mumkin. Qani bo'lmasa obzorni boshlaymiz, kamol. Marhamat. Alaykum Oybo'jon aka, xonanglar, zinizlar, charchamasizlar, olmasizlar. Birinchilar qatorida sizlar oldiga keldik. Aynan kuzatuvchilar orasida tadbirkorlar, biznes egalari ham juda ham ko'p. Va quyosh paneliga bo'lgan hozirgi paytda talab juda ham oshib bormoqda. Xabaringiz bor. Shu bo'yicha aynan Farg'ona vodiy, nafaqat Farg'ona, balki hozir O'zbekiston bo'yicha ko'plab obunachilarga ishonchga va e'tiborga ega bo'ldingiz. Shu bo'yicha quyosh panellari bo'yicha narxlari, turlari qaysi birini olganimiz yaxshi? Shu bo'yicha ma'lumotlar berib o'tsangiz. Aynan aka, shu mikrofonni taqib qo'yamiz, sifatliroq bo'lishligi uchun suhbatimiz. Xo'p, Oybo'jon aka, savollarimizni biroz berib olamiz. Xo'p, birinchi savolim shunday iboratki, quyosh panellariga talab qachondan boshlandi va nima uchun bunchalik oshib boryapti ekan? Odamlar juda ham talab oshib ketyapti bo'lgan savolga. Hozir asosiy dunyo bo'yicha global muammo, o'zingiz bilasiz, yer resurslari, ya'ni tabiiy resurslar kamayib boryapti. Ko'mir, gaz, shunga o'xshagan neft sohasida resurslar kamayib boryapti. Endi dunyo bo'yicha shunaqa tendensiya ketyapti, ya'ni quyosh energetikasiga, shamol energetikasiga o'tib boryapti. Tabiiy resurslar qimmatga tushyapti. Birinchidan qimmatga tushyapti. Ikkinchidan uni tashish qimmatga tushadi. Uchinchidan bular kamayib boryapti. Tugayapti-da. Keyin zararli oqibatlari bor. Atmosferaga, ya'ni tabiatga zararli chiqindilar chiqaradi. Shu sababli davlatimiz tomonidan shunaqa e'tibor bo'ldiki, tabiiy qayta tiklanuvchi energetikaga o'tish. Shuni 2030-yilgacha 40%, 50%gacha olib borish plan bo'lyapti hozir. Respublikamizda shunaqa reja tuzilgan. Demak, energetikani shu yashil energiyadan, quyosh, suv va shamol energiya orqali 40% gacha egallamoqchi. Ya'ni O'zbekistonning jami iste'molini, yuridik va jismoniy shaxslar jami iste'molini 40%, 50% gacha, ya'ni qayta tiklanuvchi energiyaga olib chiqmoqchi. Shunga xarajatlarini to'g'irlamoqchi. Oybo'jon aka, mana yashil energiya, ya'ni tabiatdan olinadigan energiyalarimiz, ya'ni quyosh energiyasi, shamol energiyasini aytyapsiz, gidroelektr energiya bor deyapsiz. Ularda qaysi biri samarali va foydali hisoblanadi? Hozir kunda bizda shamoldan energiya hosil qiladi, vitrovoy deydi. Shamoldagi bor, quyosh panellaridan olinadigan, ya'ni quyoshdan. Keyin gidroelektr stansiyalarimiz bor. Bu tabiiy yo'l bilan, ya'ni olinadigan tabiiy qayta tiklanuvchan deyiladi. Qayta tiklanuvchan energiya. Lekin mana suvimiz hozir suv ham kamayib boryapti. Borgan sari gidroelektr stansiyalarida ishlash faoliyati, ya'ni bular ham qisqaradi. Suv masalasida muammo bor. Buni kelajagi qiyinroq masala. Suvdagi. Xo'p, quyoshga kelsak-chi? Yo'q, quyoshdagi doim quyosh bor. O'zbekiston quyoshli hudud. 365 kun bo'lsa, o'rtacha 300 kundan ko'p
quyoshli kunimiz bor. Shu biz yutug'imiz. Ana endi shamol masalasida, shamolda bizda shamol elektrostansiyalarini, shamol bilan ishlaydigan elektrostansiyalar bularda birinchidan qimmatga tushadi bu proyekt. Ikkinchidan texnический servis obслуживанияsi ham qimmatga tushadi. Nima uchun qimmatga tushadi? Mutaxassislarida chetdan keladi. O'zimiz mutaxassislarimiz kam. Keyin bularni mana deylik ko'rgan bo'lsangiz, katta misol deylik baland bo'ladi. Navoiyda deylik mana Toshkent zonalarida qurilgan. Bular baland, bular bilan ishlash, bular bilan texnический obслуживанияsi ya'ni qimmatga tushadi. Shu sababli eng optimalniy variant, arzon variant quyosh panel. Quyosh panelni narxi 3 barobar, 4 barobar, misol 3 yil, 4 yilga oldinga nisbatan narxi tushdi. Yo'q-a? Elni elektr energiyaning narxi 3-4 barobar qimmatlashdi. Hozir ayni paytda mana misol qo'ydiradigan moment. Yuridik shaxslar ham, deylik, fuqarolar ham hozir mana yuridik shaxslarga qo'rqmasdan o'rnatishni tavsiya qilaman. Nimaga? Bularda albatta kunli rasxodlari bor-da, deylik, oylik rasxodlari katta. Mana o'zi yuridik shaxslar, mana ishlab chiqaruvchilar o'zi buni tushunib yetyapti. Tushunib yetib, bemalol qo'rqmasdan hisob kitobini olib qo'ysa bo'ladi. Bizga kelsa tijorat takliflarini qilib beramiz, proyektlarni qilib beramiz, borib ko'rib o'rganishlarimiz bepul. Optimal bitta решение beramiz. Xo'p, jismoniy shaxslar ham xuddi shunaqa. Jismoniy shaxslarda ham hozir mana daromad olish maqsadida qo'yishyapti, o'zini xarajatlarini qoplash maqsadida qo'yyapti. Deylik, shunaqa hududlar bor. Hozir ko'proq mana isitish sezoniga kelyapmiz. Isitish asosan elektrda bo'lgan. Elektrda oldin narxi pastligida, narx arzonligida mana qoplavergan. Hozir endi tariflar ya'ni limitli bo'lgan. Misol bir oyda shunaqa oilalar borki, 5 million, 10 milliongacha elektr yoqadigan oilalar bor. Bularda muammo katta bo'lyapti. Shu sababli bularga eng yaxshi tavsiya albatta zudlik bilan quyosh paneli o'rnatish kerak. Tadbirkorlarda ham rasxodlar ko'payib ketdi hozir. Tadbirkorlarda ham asosiy rasxodi, ya'ni xarajatlari shu energiya resurslari bilan bo'lib qolgan. Endi tadbirkorlar o'zi biladi. Qancha energiya resurslarini, xarajatlarini kamaytirsa, shuncha o'zi uchun foyda. Shu sababli tavsiya qilib boraman. Bemalol bizning ofisimizga murojaat qilishsin, kelishsin, chiroyli tavsiyalarni beramiz, ma'qul variantlarni beramiz. Eng yaxshi narxlarda qilib optimal yechimlar beramiz. Решениyalarni yechimlar qilib beramiz. Navbatdagi savolim Oybejon aka, mana shu quyosh panelni qo'ydiradigan bo'lsa, masalan kuzatuvchilarimiz, farqi yo'q, yurtdoshlarimiz 10 kilovatni, 20 kilovatni quyosh paneli qo'ydirdi. Ushbu quyosh paneli necha yilda o'zini oqlaydi? Oqlamasa nima bo'ladi? Davlat tomonidan 1000 so'mdan subsidiya berilgandi. Hozir ham davom etyapti adashmasam. O'sha 1 yil, 2 yil yo'qolib qolsa nima qilinadi? Qayerdan pul daromad qilinadi? To'g'ri, asosiy savol. Lekin bir narsani hisobga olish kerak. Mana misol mana o'zimga mana 10 kilovat qo'yganman uyimga. Birinchi o'rinda o'zimni rasxodlarim, ya'ni xarajatlarimni qoplashni qo'yaman. Deylik, mana qishda ham yozda ham konditsionerga ishlatamiz. Endi demoqchi bo'layotganimki, avvalambor o'zimni xarajatlarimni qoplash uchun qo'ydim. Qo'shimcha daromad ham bo'ladi. Qo'shimcha daromad boshqa maqsadlarga ishlatamiz. Bu bo'yicha alohida YouTube kanallarimizda ham obzorlarimiz bor. Qiziq ko'rsa bo'ladi. Qilib qo'yib ketamiz, batafsil ko'rishlar mumkin. Shunga endi bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Endi bizning hisob kitoblarimizga asosan, agar naqd pulga qo'ysa 2,5 yil, 3 yilda o'zini pulini qoplab beradi. 2,5-3 yilda o'zini qoplaydi. Agar kredit hisobidan qo'ysa 4 yil, 5 yilda qoplaydi o'zini pulini. Endi kredit qanaqa bo'ladi endi? Bank orqali yo'q, kredit albatta bank orqali jismoniy shaxslarga ham, yuridik shaxslarga ham kredit olish masalasida yordam beramiz, to'g'ri yo'l yo'riqni ko'rsatamiz. Ya'ni yechimlar beramiz. Tushunarli. Endi ikkinchi savolim qolib ketdi Oybejon aka. 1000 so'mlik subsidiya masalasi bo'yicha. Oddiy aholi berilyapti. O'sha 1 yil, 2 yilda yo'q bo'lib qolsa nima qilinadi? Endi subsidiya masalasi ikki xil masala qaraladi. Subsidiya 1000 so'mdan 2023-yilda qaror chiqqan. 1000 so'mdan to'lab borilyapti. Hozirgi kunga ko'ra ham to'lanyapti. To'g'ri, o'tgan oyda misolda bir 10 kunga kechikish bo'ldi. Hisob raqamida, moliya hisob raqamida, Moliya vazirligining hisob raqamida o'zgarish bo'ldi deb bizga tushuncha berishdi. Shu sababli biz to'g'ri 10 kunga kechib qoldi. Hozircha to'xtatish masalasida, subsidiyani to'xtatish masalasida
bir qaror yoki ko'rsatma yo'q. Chunki to'lanib kelinyapti. Endi bu ham bir sizga tushuntiradigan bo'lsam, oddiy bir tadbirkorlik, kichkina bir tadbirkorlik turiga kiradi. Birinchi o'rinda o'zini xarajatlarini qoplaydi, ikkinchi o'rinda daromad ko'radi. Bu ham endi ya'ni risk qilib ko'rish kerak-da. Risk qilib ko'radi. Risk qilmasdan daromad olish hech qayerda yo'q bunaqa narsa. Qaysi sohaga bo'lmasa, misol deyman, arendaga berasizmi, uyda arendaga berasizmi yoki bitta joyda ishlab chiqarish qilasizmi? Nima qilishingizdan qat'iy nazar pul tikadigan soha bo'ldimi, bu riskdan iborat. Ya'ni risk qilmasangiz, siz daromad topmaysiz. Shu sababli bu endi bizni kuzatib boruvchilarni, bizni mijozlarimizni o'zini hol nimasidan kelib chiqib turib, vaziyatidan, holatdan kelib chiqib, imkoniyatidan kelib chiqib bu vaziyatda o'zi qaror qabul qiladi. Biz vaziyatni ko'rsatamiz, qaror qabul qilish o'zlaridan. Rahmatulloh, mana sizga yana bitta kecha bo'lgan voqeani aytib beraman. Bitta akamizda shunaqa vaziyat bo'libdi. $16,000 Gentra avtomashinasini, avtomatini sotib olgan. Yangi, misol 1,5 yil oldin sotib olgan. Bu mashina 1 yil ichida 12,700 ga sotibdi. Ya'ni bir 3,000 shu yarim atrofida zarar qilibdi. Zarar qilibdi. Ikkinchi masala, dollarning kursi tushdi. Tushdi. Bu tarafdan zarar qilibdi. Endi aytayaptiki, hozir pulim turibdi, nima qilsam bo'ladi? Mashina olsam zarar kiryapman. Kvartira olsam uncha kvartiraga pul kelmaydi yoki arendasi qoplamaydi. Shu masalada bizga murojaat qildi. Hozir shu aka bilan biz shu qolgan shu 10,000 puliga 10,000 pul ajrataman dedi. 10,000 puliga quyosh paneli hisob kitobini qilib berdik. Bu aka mamnun bo'ldi. Hozir shu aka bilan qo'yish arafasida biz. Shuni demoqchi bo'layotganimki, odamlar o'zi ko'ryapti, bilyapti, haqiqatan ham qo'shnisi qo'ygan yoki bir tanish qo'ygan realniy faktlar bor. Xolasa bizda analizlar bor, kelsa realniy holatdagi, misol demakda hozir bu 100 ta stansiyamiz bor kamida. Shu stansiyamizni analizlarini ko'rsatamiz. Xohlaganini 15, 50, 100 necha kilovatli qo'ydirmoqchi bo'lsa, necha pul tushayotganini diagrammasi, hammasini analizlari bor, faktlar bor. Faqat mijozlarimiz ofisimizga kelib bir qator murojaat qilsa, bemalol tanishtirib o'tamiz. Xo'p, ikkinchi masala, subsidiya masalasida gapiradigan bo'lsak, subsidiya berilishi aniq bir qaror yoki ko'rsatma bo'yicha to'xtatilish masalasida ko'rilmagan hali, ko'rilmayapti. Lekin bir narsani mijozlarimiz bilib olishi kerak. Biz pul to'lanish masalasiga aralasha olmaymiz. Bu davlatning o'zining siyosati. Qachongacha to'laydi? Masalan, o'zimiz ham qo'yganmiz, mana yordamchimiz ham 3 ta dadasiga, ukasiga, o'ziga qo'ygan, tanish bilishlarimizga qo'yganmiz. Biz endi pul to'lanish masalasida hech qanaqa kafolat olmaymiz. Sababi bu bo'yicha davlat o'zining siyosati. Qachongacha to'laydi, qanaqa tartibda to'laydi, hali to'xtatilish masalasida hech qanaqa bir ma'lumotimiz yo'q. Endi sizga oldin ham tushuntirib o'tdim. Bu endi albatta risk ko'rish kerak. O'zini hisob kitobi, o'zini vaziyatdan kelib chiqib turib, odamlar qo'yadi. Lekin tadbirkorlar albatta qo'yish kerak. Ishlab chiqaruvchilar hech qanaqa bitta subsidiya masalasi yo'q. Tadbirkorlar bilgani yaxshi. Yo'q, bu subsidiyaga kirmaydi. Bu haqiqiy talab va taklif. Ya'ni sotasiz, davlatga sotasiz. Bu yerda bu subsidiya berilmaydi. Bu yerda albatta sizda ya'ni elektrosetdan pul olasiz. 800 so'mdan. Bu ya'ni qaror bilan ko'rsatilgan sotuv narxidan 20% arzonroq. Demak, kelajakda 2000 ga chiqsa svet, siz 1600 dan sotasiz davlatga. Bu to'lov usulida subsidiya yo'q. Bu yerda haqiqiy oldi sotdi ko'rinishda. Oddiy aholiga qat'iy belgilangan stavka bor. Bu hozir 1000 so'mdan to'layapti. Shu yerda mana shu o'rinda men sizga yana bir narsani aytib o'taman. Mana misol yiliga 10% dan narxda o'sishi belgilab qo'yildi. Keyingi yilga deylik, mana misol 1000 so'mlik narsa 1100 bo'ladi. Undan yana ko'tariladi. Endi bu degani narxlar oshib boraveradi, lekin mana subsidiya narxi 1000 so'mdan turibdi. O'zgargan. Ya'ni davlatga qulay bo'ladi. Aholi misol kelajakda svetda narxi deylik 1200, 1300, 1500 ga chiqsa, sizdan 1000 so'mdan sotib olaveradi davlat. Aksincha foyda qilish boshlaydi. Foyda qilishni boshlaydi, lekin sizga 1000 so'mdan bemalol qoplaveradi. Shu sababli yo'qolmasa kerak demak. Shu sababli ko'pchilik hisobi chiqqan tadbirkorlar deylik yoki fuqarolar
bemalol misol 50 kilovatgacha ruxsat berilgan miqdorgacha qo'yishyapti hozir xonadonlariga. Shu sababli passiv daromad olishyapti. Bu ya'ni sizni tikkan pulingizga nisbatan 2,5 yil, 3 yilda qoplaydigan bizneslar hozir qolmadi. Juda kam bo'lsa ham. Shu sababli ko'pchilik shu quyosh paneliga qiziqib, qo'shimcha daromad olish, o'zini xarajatlarini iqtisod qilish maqsadida quyosh panellar qo'yyapti. Xo'p, Oybek aka, agar shaxsan o'zim 50 kilovatt qo'ydiradigan bo'lsam quyosh paneli uyimizga, kuniga necha pulgacha daromad qilishim mumkin, necha kilovatt ishlab chiqarib beradi? Xo'p, bu savolda ko'pchilik beryapti. Kuzatuvchilarimizga aytamizki, bir yilda jami umumiy daromad 70 ming, 75 ming kilovatt chiqarib beradi o'rtacha bir yilda. Bu degani 1000 so'mdan sotsangiz 70 million, 75 million pul degani. Demak, 6,5-7 ming dollar atrofida shu daromad qilish mumkin. Dollarga chaqsangiz shunaqa bo'ladi. Endi oyiga agar maqsangiz, yoz oylarida 7 million, 8 million, kuz bahor oylarida siz 5 million atrofida pul olasiz. Qishda esa 3,5 million, 3 million atrofida pul olasiz. Qishda ham pul olsa bo'ladimi quyosh paneldan? Qishda ham ishlaydi. Bu bizning praktikamizda ancha bo'ldi, o'tib bo'lgan. Ko'pchilik aytadiki, qishda ishlamaydi deydi, lekin qishda ham quyoshli kunlar bor. O'sha kunda ham elektr energiya ishlab chiqaraveradi, lekin kunda qisqaligini hisobiga kamroq chiqaradi. Shu sababli bizda yutug'imiz shunda. Masalan, mana biz Angliyada baski, Yevropada baskizki, hatto tumanli havolar, bulutli, yomg'irli havolar ko'p bo'ladi. Shu sababli ser quyoshligi sababli bizda energiyaga bo'lgan yutug'imiz shunda. Energiyani ko'proq ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Tushunarli. Zo'r. 7 million, 8 million oyiga kelib tursa ishlash kerak deydi ba'zi insonlar endi. Xo'p, Oybek aka, bo'lmasa keling, ko'rsatuvimiz yana ham bir qiziqarliroq bo'lish uchun ana shu quyosh panellari bo'yicha, invertorlar bo'yicha qanaqasi tanlash kerak, narxlari, turlari bo'yicha kuzatuvchi bilan adashib qolmasliklari uchun ko'proq ma'lumot bo'lsa, albatta odam adashmaydi. Shu bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz. Maylimi aka? Bo'ldi. Yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Ko'pchilik bizni ofisimizni bilmas ekan. Biz endi O'zbekiston bo'yicha ishlashimizga asosan mana qarang, hozir bemalol quyosh panel ustanovka qiladigan firmalar ham bizga murojaat qilsa bo'laveradi. Sababi mana kelingda ko'rsataman. Mana hozir bu yerda mana konnektorlar bor, original konnektorlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Zashtalar hammasi bor. Quyosh paneli o'zini zashtalari bu yerda joylashgan. Endi mana quyosh paneli o'zini original Xitoyda mana kabellari bor. Lider kabellardan foydalanamiz. Bular yonmaydi. Bemalol og'irligini ham ko'rsangiz bo'ladi. Ancha og'ir ko'taramiz. Mana lider kabellar ancha og'ir. Shu sababli bular narxlari qimmat turadi. Mijozlarimizga shulardan qo'yib beramiz. Nima uchun bundan ishlatasizlar? Bular yonmaydi, kuymaydi, ikkita izolyatsiyalik Xitoyda eng nomer 1 brendi. Bular nimalar? Va shular bo'yicha ko'proq ma'lumot bersangiz. Bular invertorlar, quyosh panellari shuni miyasi, har xil invertorlar. Mana biz asosan biz Solix kompaniyasi ishlatamiz. Keyin gibrid invertorlarni ishlatyapmiz hozir. Gibrid invertorlarni ham faqat originallarini ishlatyapmiz. Keyin asosan hozir bu yerda qolmadi asatkamizda. Tushunarli. Nimamiz bor? Litiy akkumulyatorlar bilan gibrid invertorlarni ham qo'yib beryapmiz. Shu bo'yicha ham bemalol bizga murojaat qilib, mijozlarimiz murojaat qilsa bo'laveradi. Xo'p. Navbatdagi savolim, hozir bu yerda yurtdoshlarimizga qaysi invertorni qo'yib beryapsiz va tavsiya berasiz? Asosan biz qo'yib berayotganimiz Solix kompaniyasini qo'yib beryapmiz. Mana shu Solix. Qaysi firma? Sangro Solix. Solix qaysi? Solix Power, ya'ni Xitoydagi bular. Lekin Yevropaga eksport bo'ladi. Amerika qit'asiga, ya'ni Shimoliy, Janubiy Amerikalarga ham eksport bo'ladigan kompaniya. Solix kompaniyasiga dunyoda shu nomer 1 Sangro kompaniyasi bor. Auxolkini ishlatyapmiz. 3 ta kompaniya bilan asosan ishlayapmiz. Zo'r. Demak, hozirgacha ishonchli oqlab kelyapti. Albatta bularda servisi bor, birinchi o'rinda garantiyasi bor. Necha yil garantiyasi bor bularga? Bularga ana 5 yil garantiya. 5 yil garantiya. Sangro bilan masalan Auxollarga 5 yildan 10 yilgacha garantiya. 10 yilgacha. Bemalol shu murojaat qilib. Endi navbatdagi savolimiz aka, endi quyosh panellari demak 10 grade, off grade degan turlari bor ekan. Gibridni qaysi birini tavsiya berasiz? Oddiysi yaxshimi, gibrid yaxshimi aka? Bizni sharoitimizga kelib chiqqan holatda aka. Nima tavsiya berasiz? Asosan mijozlarimizga biz hozir kunda 10 grade qo'yib beryapmiz. Bu ya'ni pul jihatdan ancha iqtisod qiladi, ekonomishni. Lekin gibrid qo'yishlarini imkoniyat bo'lsa, gibrid qo'ysa bo'ladi. Faqat gibridda originalni qo'yish kerak. Gibridda ham sodalik original bor,
pad original bor, keyin bir martalik ishlatadigan invertorlar bor. Bu buzilsa bo'ldi, tamom. Tuzalmaydi yani. Tuzalmaydi yo yarim narxiga kamda tuzaladi, yana buzilaveradi. Shuning sababli biz faqat original invertor ishlatamiz, original gibrid invertor ishlatamiz, чтобы ertaga bu masalada muammo paydo bo'lmasligi kerak. Lekin bilib qo'yinglar, shu 10 grid invertordan gibrid invertorda originali 2,5-3 barobar qimmatroq. Tan narxidan 3 barobarga ko'p qimmat bo'ladi. Endi ayrim tushungan, imkoniyati bor odam bo'lsa, ko'pchilik menga gibrid invertor qo'yib ber deyapti. Keyin misolda akkumulyatorning imkoniyatim borligida qo'yib olaman deyapti. Shunaqa masalalar ham bo'lyapti. Akkumulyator qo'ymasa ham ishlatsa bo'ladi. Akkumulyator qo'ymasdan ishlatsangiz gibrid invertorda bu 10 grid invertor hisoblanadi. Tushundingizmi? 10 grid bo'lib ishlab turaveradi. Siz akkumulyator qo'ysangiz gibridga aylanadi. Ya'ni davlat Tokio bo'lganda akkumulyatordan olib sizni ishlasangiz ham bo'ladi iste'molga. Zo'r gap yo'q. Yaxshi. Bu qanaqa akkumulyator dedingiz buni? Geliviy. Geliviy bilan lit akkumulyator nima farqi bor o'zi? Bu haqiqiy Geliviy akkumulyator, rahmatulloh. Geliviy akkumulyatorlar mana 12 voltdan iborat, 100 amperlik Geliviy. Bular ishlash sikli 400 marta razryad bo'ladi. 400 marta foydalansangiz bo'ladi. Mana hozir yangi pokoleniya chiqqan litiy akkumulyatorlarni o'rnatib beryapmiz, 100 amperlik. Bular 6000 sikl. Ya'ni bundan misollik 10 barobar, 15 barobar ko'p foydalanish sikli. Narxi ham misollik buni to'plasangiz, undan litiy akkumulyator ozgina qimmatroq chiqyapti xolos. Lekin litiy akkumulyatorni qo'yish hozirgi kunda выгодно, ya'ni foydali bo'lyapti. Shu sababli biz foydalanish muddati bo'lgani uchun muddati ham ko'p, keyin aylanish sikli ham yaxshi. Shu sababli biz asosan hozirgi kunda litiy akkumulyatorlarni qo'yib beryapmiz. Ba'zi bizda spros ko'pligi sababli litiy akkumulyatorlarimiz qolmadi. Lekin zakaz bo'yicha qo'yib beryapmiz. O'zi zakaz qilishyapsiz. Olib kelib berishni bemalol. Zo'r. Navbatdagi savol bo'yicha hozir ko'p kuzatib boryapmiz ijtimoiy tarmoqlarda quyosh panellarining yonib ketishi. Yonib ketishi asosi nima sabab? Quyosh paneldanmi, invertordanmi, kabeldanmi nima sabab bo'ladi? Shu bo'yicha ham tushuncha berib keting. Shaxsiy o'zim uchun ham, balki kuzatuvchilarimizga ham balki kerak bo'lgan savol bo'lishi mumkin. Asosan yonishiga sabab 3 ta sabab bor. Birinchi sababi bu ulanish jarayonida to'g'ri konnektorlardan to'g'ri foydalanmasligi. Konnektorlardan to'g'ri foydalanmasa, mana konnektorlarimiz ma'nolar bo'ladi. Qaysi bo'ladi endi bu? Shulardan to'g'ri originaldan foydalanmasa, shulardan yong'in kelib chiqadi. Ikkinchi masala, rahmatulloh, mana original kabellardan foydalanilmaydi. Arzonroq kabel. Arzonroq, hozir mis kabel bas, alyumin kabellardan qo'yib ketishyapti. Bularning katta kuchlanishi demaydi. Uchinchi masala, misolda mana o'zini zashtalari bor, mana avtomatda zashtalari bor. Shu zashtalardan foydalanilmaydi, ya'ni mana predохранительlar bor, mana uzuklar bor. Nima farqi bor oddiy avtomat bilan? Oddiy avtomat bilan misolda mana shu avtomatning narxi 3-4 barobar qimmat turadi. Lekin bundan foydalanmasdan oddiy avtomatlar qo'yib ketishyapti. Nima foyda beradi endi? Men bu misoldalik bu o'zgarmas tokni avtomatida bular. O'zgarmas tokni avtomat. Ular o'zgaruvchan, ayrim tushunmagan ustalar o'zgaruvchan tokda avtomatlardan qo'yib ketishyapti. Shu sababli bular ertaga yong'in kelib chiqish oqibatida yong'in kelib chiqadi. Men bilmayman bu avtomatga o'xshamayapti bu. Bu mana quyosh panelida ya'ni chaqmoqqa qarshi zashtasi, ya'ni SPD deyiladi. Bu SPDni qo'yish albatta kerak. Zazimleniya ham bo'ladi bundan. Bemalol bu shunaqa narsalarni ayrim ustalar bilmaydi, ustalar ham indamasdan qo'ymasdan ketyapti. Buning holat yaqinda ham o'z ko'zim bilan ko'rib keldim. Shunday kirsam, hech qanaqa himoya vositalari yo'q. Shu sababli albatta shularni qo'yib. Bu chaqmoq chiqsa, demak quyosh paneli yonib ketishi mumkin yoki invertorda kuydirishi mumkin emasmi? Chaqmoq bo'lganda mana shu orqali, mana tevadan quyosh panelidan kelgan tokni mana maydan zazimleniyasi bo'ladi. Mana shu himoya qilib beradi, ya'ni chaqmoqdan. Yerga o'tkazib yuboradi. Ortiqchasi chiqaveradi. Tushunarli. Zo'r. Xo'p, Oybekjon aka, shaxsan o'zimda ham obunachilarimiz bergan savollarga ancha-muncha javob oldim. Endi kanalimizga kuzatib boradigan obunachilarimizga, sizga aloqa chiqadigan bo'lsa, quyosh panel qo'ydirmoqchiman, batafsil ma'lumot bering deydigan bo'lsa, qanaqa aksiya, qanaqa chegirma qilib berasiz va aynan bizning nomimizdan chiqadigan bo'lsa, nech pul chegirma qilib berib olasiz? Xo'p, sizlarning nomlaringdan chiqsa, biz 25 million so'mgacha chegirma qilib beramiz. 25 million so'mgacha, ya'ni
stansiyani hajmidan kelib chiqadi. Misol yuridik shaxslar, jismoniy shaxslarga chegirma qilib bera olamiz. Yana Ustarovkasi hammasi, dastavkasi hammasi ichida. Hozir mijozdan xarajat qilmaymiz. Hech qanaqa xarajat yo'q. Lekin dokumentatsiyasiga qanaqa qilib berasiz? Bu boshqalarga o'xshab ustanovga qilib qo'yib bo'ldi, aka, salomat bo'ling, pulni olib ketasizmi yoki? Yo'q, u yo'g'ongacha masalada bemalol ko'ngil to'q bo'lsa bo'ladi. Biz bemalol o'sha loyihalarini, hamma hujjatlarni qilib, yondirib, ishlatib beramiz. Tushuntirib. Ya'ni telefoniga ulab berasiz. Realni quyosh panellar pul tushadi. Mana 3 ta programma ulab beramiz. Birinchisi mana invertorda stansiyani o'zining programmasi, keyin head building degan elektroset bilan aloqa, ya'ni shu programmani, uchinchisi soliq o'z ilovasini ulab, shularni ishlatib, yo'lga tushirib, обучение, ya'ni instruktaj beramiz. Ya'ni shu narsaga qo'llanma berib o'rgatib kelamiz. Gap yo'q. O'rgatib beramiz. Albatta dokumentlarni ham yordam beramiz, dokumentlarni ham qilib beramiz. Keyin yana bitta yangilik, agar mijozlarimiz kreditga o'rnatmoqchi bo'lsa, rasmiy shaxs bo'lsa, biz bank krediti orqali 5% kompensatsiyaga, ya'ni foizdan 5% kamroq to'laydigan qilib kompensatsiya olish masalasida yordam beramiz. Gap yo'q. Bunaqa tomonlarni yordamlar bor ekan, gap yo'q. Bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, mana pastda raqamlar qoldiramiz. Lokatsiyalari, manzillari bo'yicha shaxsan Oybekjon akamizni o'zining YouTube kanallari ham bor. Doimiy tarzda faol yuritib borishyapti. Aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat. Ketdi.